Shunday qilib, o'sha masjid o'rnidagi maydonda Mahmudali boy men qurilishga bosh bo'laman deb istak bildirgan. Tursunboy akaning hikoyasiga ko'ra, shu muddat u Qo'qongami yoki Toshkentga ketib, otasidan qolgan o'sha Umarxon bergan toshni juda katta pulga sotgan va boshqa mablag'larini ham jamlab kattakon bir chinor sandiqni oltinga to'ldirib, sandiq ortilgan arava bilan masjid quriladigan maydonga juma namozi kuni kirib borgan. Shu kunning ertasigayoq qurilish ishlari boshlanib ketgan. Bu dam Mahmudali boy 64 yoshda bo'lib, boshidan ko'p issiq sovuq o'tgan, katta hayot tajribasiga hamda salmoqli sarmoyaga ega inson edi. Albatta bu yoshgacha u xalq, din ravnaqi yo'lida ko'p ish qildi, ammo Majjome kabi ulkan qurilishni amalga oshirish uning uchun katta bir orzuga aylangan. Shundoq bo'lsa-da, uning boyligi albatta chegarali edi. Masjid qurilishi tugallanay deb qolganda, sandiqdagi oltinning baribir tagi ko'rinib qoladi. Qolaversa, Mahmudali boy masjid qurilishi bilan band bo'lib, o'zining tadbirkorlik faoliyatidan anchayin chetlab qolgan. Shu sabab daromadlarning oqimi kamayib ketgan. U hech ikkilanmay, oxirgi salmoqli boyligi Mirzaboy akadan meros hovlisini, uning bir chekkasidan bola chaqasi uchun ozgina yer qoldirib savdoga qo'yadi. Bu mablag' masjid qurilishini oxiriga yetkazish uchun yetarli bo'lgan. Mahmudali boy o'z hovlisini sotgach, masjid hududining bir chekkasiga kichkinagina hujra soldirib, umrining oxirigacha o'shanda istiqomat qilgan. Aytishlaricha, Majjome bitgach, umrining so'nggi yillarida tirikchilik vajidan aravakashlik bilan mashg'ul bo'lgan ekan. U vafot etgach esa xalq uni e'zozlab, ehtirom bilan masjid hududidan qabr kovlab dafn etgan. Sovetlar davrida bu qabr unutilgan va qarovsiz holga kelgan. 70-yillarda viloyatga rahbarlik qilgan Bektosh Rahimov tashlandiq holga kelgan Majjome majmuasi va uning ichidagi Mahmudali boy qabrini tartibga keltirtirdi. So'nggi yillarda esa masjid qayta ta'mirlandi, qo'shimcha qurilgan binolardan tozalandi va ko'rkam holga keltirildi. Hozirda u Andijonning eng chiroyli qadamjolardan biri hisoblanadi. Shunday qilib, Kanizoy haqidagi bitigimiz so'ngiga yetib qoldi. Umarxonning sir saqlash bobidagi ko'rsatmasiga so'nggi kunlarigacha sodiq qoldi. Oqibat Alloh mukofotiga sazovor bo'ldi. Farzandlari unib o'sdi, Mahmudalisi esa obro' topdi. Bir musulmon xalqining sodiq farzandi sifatida el yurt koriga yaradi.